Hayotimda birinchi marta hayit bayrami uchun uylarimni tozalamadim. Men har doim nima bayram bo'lishidan qat'iy nazar 3 kun oldin harakatni boshlayman. Uylarimni uborga qilaman va 2 kun qolganda hamma shirinliklarimni tayyorlab, 1 kun qolganda uy yasataman. Bu safar milliy taomlar kursimizda o'quvchilarim, ustoz hayitgacha biz ham uyga ketamiz. Kursimizni hayitgacha tugatsak bo'ladimi deyishgan edi. Shuning uchun darslarimizni kunora emas, почти har kuni o'tib tugatib oldik. Arafa kuni eng oxirgi darsimiz edi. Shuning uchun hech qattiq tozalashga vaqtim bo'lgani yo'q. Stolimni ham amallab, yorim olib kelgan chiroyli bozorliklar bilan birga, onam yuvargan yupqalar, o'zim tayyorlagan somsa, qo'shnim chiqazgan chakchak va 2 kun oldin tayyorlagan muravenik shirinligini qo'yib, stolimni ham bezatib oldim. Aytgancha, sizga ham xamir qormasdan, muzlatmasdan eng oson usulda muravenik tayyorlash retsepti kerak bo'lsa, kommentariyada 2 raqamini yuboring. To'liq video retseptini direktda men yuborgan havola orqali kirib, bepul Telegram kanalimdan olsangiz bo'ladi. Hammamizga Qurbon hayiti muborak bo'lsin.